65 mingdan taroziga sotgan yaxshimi yoki mahallaga bir oyga nasiyaga tarqatgan yaxshimi? Qaysi biri foydaliroq? Birgalikda hisoblaymiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi kun 6-may. Fermamizdan bitta buqamizni qo'shni mahallaga tarqatamiz bir oyga. Qani birgalikda ko'rib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana shu buqamiz sotuvga qo'ygandik. Ko'rgan bo'lsanglar 65 mingdan xaridor chiqdi, sotilmadi taroziga. Qonun to'q holatiga. Lekin buni mahallaga so'yishga qaror qildik. Qani birgalikda hisoblaymiz. 23 millionga olingan buqamiz. Qani necha oy bo'ldi olinganiga, qancha rasxod bo'ldi, necha pulda to'xtagan bu buqamiz, qancha foyda bo'ldi, sof foyda qancha bo'ldi. Birgalikda hisoblaymiz. Laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyaga fikrlaringizni yozib ketasizlar. Mana shu buqamiz necha kilo chiqadi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Go'sht foizi necha kilo bo'ladi? Necha foiz beradi mana shu buqamiz? Kalmik. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh. Mana shu buqamiz necha foiz beradi? Fikrlaringizni yozib ketinglar. 65 mingdan taroziga sotilmadi.